Sellersiz Uzum va Yandex Marketda o'z savdoyingizni olib borasiz va daromadingizni kamida 2x ga oshirmoqchi bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Men Umid Abdumalikovna 4 yildan beri onlayn savdo bilan shug'ullanaman va 2 yildan beri Uzum va Yandex Marketda savdo qilaman. Hozirgi paytda oylik daromadim 400-500 million atrofida va bundan tashqari menejerlik xizmati bilan ham shug'ullanamiz. Ushbu videoda men juda ham ko'p gapirmoqchi emasman. O'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda ishlaydigan aniq instrumentlarni berib o'tmoqchiman. Eng avvalo siz o'z faoliyatingizni bir sidra tahlil qilib oling. Juda ham ko'p nishirvitz qilib ketmaganmisiz? Ya'ni juda ham ko'p yo'nalishlarni tanlab, juda ham ko'p do'konlarni ochib tashlamaganmisiz? Sizda qaysi SKUlar yaxshi ishlayapti-yu, qaysilari umuman ishlamayapti? Qanaqa xarajatlar oqimingiz bor? Ya'ni sklad xarajatlari, reklama xarajatlari, bular hammasi o'zini o'zi qoplayaptimi yoki shunchaki bizga zarar keltiryaptimi? Do'konimizga zarar keltirayotgan xarajatlar oqimini tezda to'sish kerak va xarajatlarni kamaytirish kerak. Ikkinchi ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa eng yaxshi, eng aktual, sizga foyda keltirayotgan tovarlarni aniqlab oling, ya'ni likvid tovarlarni aniqlab oling. Ko'pchilik sellerlarni yo'l qo'yadigan xatolaridan biri bitta mahsulot yoki 2 xil, 3 xil mahsulotni ushlab olib, shuni likvid qilishga harakat qilib, ko'p kuchlarini, ko'p energiyalarini ketkazishadi. Yoki bo'lmasa juda ham ko'p mahsulotlarni qo'shib tashlashgan va pullarini har qayerga sochib tashlashgan. Buni oldini olish kerak. Avvalo eng yaxshi sizga daromad keltirayotgan likvid mahsulotlarni aniqlab olib, ana o'shanga o'zimizni pulimizni va kuchimizni, energiyamizni yo'naltirishimiz kerak. Qolgan mahsulotlar esa mayli assortiment uchun kam miqdorda bo'lsa ham qo'shib qo'ying, chunki Uzum faqatgina likvid tovarlar emas, assortimentni ham xohlaydi. Uchinchi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa esa bu o'zingizni o'rtacha chekingizni aniqlab oling. Sizning imkoniyatingiz qancha miqdorga yetadi? Nechta kartochkani ko'tara olishingiz mumkin? Siz qimmatroq mahsulot sotmoqchimisiz yoki o'ta arzon mahsulot sotmoqchimisiz? Ham qimmat mahsulotlarni, ham arzonchi mahsulotlarni bitta yo'nalishga kiritib tashlamang, chunki xuddi offlaynga o'xshab Uzum marketda ham klientlarning segmenti bor. Bitta zo'r ketgan mahsulotingiz bo'lsa, keyingi qo'shgan kartochkangizni ham aynan birinchi o'sha o'zingizni birinchi mijozlaringizga ko'rsatishdan boshlaydi Uzum market va qimmat mahsulot qo'ydingiz deylik, keyingi safar arzon mahsulot qo'yadigan bo'lsangiz, bu sizni klientlaringizni mahsuloti bo'lmaydi, ularga qiziq bo'lmaydi va o'zingizni auditoriyangiz kirib ko'radi, lekin olmasdan mahsulotni chiqib ketadi yoki aksincha. To'rtinchi ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa albatta OTP bering, ya'ni unikal savdo taklifini bering. Nima uchun mijozlar aynan sizdan olishi kerak? Nima uchun boshqa mahsulotlar turgan joyda sizga qarab yo'naltirilishi kerak? Siz klientlarga yengillik bersangiz, siz klientlarga qanaqadir bonuslar beradigan bo'lsangiz, qanaqadir qo'shimcha mahsulotlarni qo'shib beraman, birga bir aksiyasi yoki bo'lmasa mana shu mahsulotni olsang, mana bu ikkinchi mahsulot senga sovg'a degan qanaqadir savdo takliflaringizni bersangizgina sizni kartochkalaringizda sotuvlar oshadi. Ayniqsa Valbersni kuzatganimizda juda ham chiroyli OTPlarni berishadi. Boshqa marketplacelarni ham kuzatib, ulardan namuna olishimiz kerak bo'ladi. Chunki boshqa marketplacelar bizdan ancha oldinda va bizdan ancha rivojlangan. Yana bir ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa marjani nazorat qiling. Ko'pchilik katta оборот qilishga qiziqadi, lekin undan qancha daromad olyapti, qancha sof foyda olyapti, bunisini nazorat qilishmaydi. Оборот juda katta bo'lsa-yu, undan kelayotgan foyda juda ham past bo'lsa, bu sizni zararga tortib ketadi. Hozirgi paytda sellerlarda muammolar juda ham ko'p. Shu sababdan men aynan sellerlar uchun bepul konsultatsiyani yo'lga qo'ydim. Pastdagi silka orqali o'zingiz haqingizga ma'lumotlarni qoldiring va men sizga aloqaga chiqaman. Aynan sizning do'koningizni o'zim birga bir razbor qilib beraman. Hozirgi paytgacha juda ham ko'p sellerlarni, do'konlarni razbor qilyapmiz va ularni sotuvlari sezilarli darajada oshib kelyapti. Bu razbor siz uchun ham foydali bo'ladi degan umiddaman.